Abdullah. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Doktor, qanday ahvolingiz? Aldı bilan ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Internet uzilib qolganligi sababli ziyoratni shu telefon bilan qilishga majbur bo'ldik degan. Hoş. Doktor, aldı bilan albatta biz o'tganda siz bilan Trumpning Xitoy ziyoratini tafsili holati to'xtaldik siz bilan. Bu ziyoratning 2 yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 20 may Beijing'e qilgan bu ziyareti albatta yana diqqat qo'zg'agan masalalarning biri. Nurg'un sohalarda 42 sohada umumiy shaklda qaytadan kelishimlar tuzilib qilgan bo'ldi. Siz de oldi bilan mushu ziyoratdan sizning diqqatingizni eng tortgan nuqtalar qaysi bu ziyoratdan? İki prezidentning ziyoratini selishtirsak, albatta nurg'un analizlar o'tirib qo'yilyapti. Oldi bilan mushu umumiy ziyoratni bir mulohaza qilib baksanız. Hoş. Her şey ziyaret doğru. Şu Trump'dan ki ziyareti bo'lgandan keyin Putin'in ziyareti gibi yakın kelib qolganda bo'lmasa bir ay evvel Trump ziyaret qiladi demdi. Ama yaratgan netice hem de bu Xitoy dünyanın merkezi bulup dünyanın ki şu çoğun devletler hemisi Xitoy merkeziga yugurayotgandek, Xitoyni ziyaret qilayotgandek. Bundan evvel mi Avrupa'nın liderleri mi ziyaret qildi Xitoyni. Onun için Kanada, Avustralya degandek devletlerin kimi ziyaret qildi. Shuningdek bu netice diqqat qaraydigan bo'lsak, Xitoy xuddi bütün dünyanın merkezi bo'lib qolib, hamma devlet unga ta'zim qilib yugurib qilgandek bir ko'rinish paydo bo'ldi. Xitoyning ki matbuotlarga qaraydigan bo'lsak va sosyal medyaya qaraydigan bo'lsakmi, shundoq deyishga tirishyapti. Aslında amaliy jihatdan deydigan bo'lsak hamda Amerika Trump siyosatining ki bunda o'zgarishlar dünyada bir çoğun bir şencesizlik paydo qilib qo'ydi. Bu Amerikaga ishongili bo'lmaydi ki bu ticaret meselesi var, iktisat meselesi var, enerji meselesi var. Bu internet, dijital ve sunni akıl degandek nurg'un sohalarda ba'zi meseleler olmadı. Shunga Xitoy bilan bir so'zlish baksak, Xitoy bilan bir ko'rish baksak, nima bo'ladi degan niyat bilan Xitoyga borgan gap. Ya'ni Xitoyni bir markazga qo'ygan emas hamda. Ama ko'rinishda shunaqa bo'lib qoldi. Shunga arka ko'rinishda Xitoyninki nayda cho'ng ketib de markaz bo'lgani yo'q. İkinciden Trump'ның bo'lsin, Putin'ninki ziyareti bo'lsin. Bu ziyarette her iki liderge en yukarı derecede karşılama oldu hem de güçlük oldu. Ama ince bir fark var. Trump'ны kütüp algan çağda devlet muavin reisi kabul kılgan oldu. Ama o siyasi büro azası emas. Şununla o bir sembolik bir kişi değil de. Hoş. Ama Putin'ni tashqi ishlar ministri qabul qildi. Şu parkdan boshqa hamma nima bir-biriga o'xshaydi hamda. Hoş. Hem qizil gilam bor, ondan keyin o'smirlar, kichik bolalar bu qarshilaymiz, qo'yin dedi. Shuningla bu yerdagi bir farqini shuni ko'ra olamiz. Birisi devlet muavin reisi qabul qildi, ama bu bir qo'cha. Hoş. Hukuku bo'lmagan bir ünvan bu hamda. Tashqi ishlar ministri Wang Yi hamda bu devletninki konseyninki a'zosi hamda buni qabul qilgan bo'ldi. Bu yerda bu inchiklik bir farqi bor. Bu farqininki niyati nima hamda Xi Jinpingninki. Onu hozir so'z men faraz qilamadim hamda. Hoş. Ondan keyin Putin şu nimada Ukrayna urushida aslında Rusya Ukraynani ne vaqt yengilish lazımdı. Başta shunda plan qilgan hamda. Ve Avrupa devletler şu gazdan, energiden qiynalib kelib, şu Rusning kedigini qipirdi, Ukraynani axiri bizga topshirdi deb o'ylagan, ama bunda bo'lmadi. Bu uzagan siri hamda har qanday jang uzagan siri
qiyinchiliklar bo'lib ketadi. Buningki siyosiy, iqtisodiy, jamiyat, psixologiya degandekchi. Ondan keyin askarlarning soni, o'lgan sonimi ko'payib ketadi bunday vaqtlarda. Shu. O asker soni ko'paygandan keyin jamiyatda g'ulg'ul yaratadi. Jamiyatning psixologiyasini buzadi. Shuningga bu g'arb davlatlari bilan bu munosabatda jirik bo'lgandan keyin Yevropaga jiq mal setib pul topgandan keyin hozir buni topolmagandan keyin Xitoydan tepish lozim hamda. Hindistonda tepish lozim. Shuningga Putinninki Xitoyga shunday bir muhtoj tuyulib qolgan ahvol bor. Xitoy yolg'izlar bu Rusiyaga yolg'izlar yeydigan ichadigan degandek ba'zi mashinalarninki shu parchalarini setib berish emas, qurolmi bor bu yerda. Endi qurolning o'zini setib bersa, xalqaro qonunga tushmaydi deb, qurolni sökib, parchalab, undan keyin setib beryotdi. Mayli bu insonsiz aeroplan bo'lsin, dron bo'lsin. Mayli shu aeroplanni boshqarib mang'izgan elektronik sistem bo'lsin. Xitoy bu jihatdan ko'p yardım qilyotdi Rusga, G'arbning, Yevropaning, Amerikaning istihborot tashkilotlari buni tepib ko'ryotdi hamda. Onundan başka bu Putin'ninki qiladigan bir ishi bor. Bu bo'lsa Sibirya Küçü 2 deydigan bir projekt bor bularda. Yani burun bir Sibirya Küçü degan bir tabiiy gazni to'shiydigan bir yo'li bor. Yani Sibiryadan Manchuriyaga kelib, onun degan bir yer bor, bu burunqi Xitoyninki Nipit merkez bo'lgan. U yerga kelib, undan keyin tuvanga Beijing va Beijingning atrofidagi o'lkalarga Nipit beralaydigan. Ama hozir bu Sibirya Küçü 2 deydigan bir projekt var. Bu projektni Rusiyadan Moğolistan'dan Xitoy va shundaqla Xitoyninki o'ttir rayondagi o'lkalarga tarqatmoqchi. Ama Xitoy buna pek qiziqmadi bunga. Birisi bu yo'l uzayib ketdi deydi. Bu pek to'g'ri gap emas. Ondan keyin mablag' soladi, mablag'ga jiq pul ketadigan. Asl eng muhim sebep bu Moğolistanni orasiga kirgizib qo'ygandan keyin Xitoy bu 3-chi davlat bunda gaz projektining ichiga kirib olsa, ya'ni ish ko'paydi deydi. Ya'ni jidal ko'paydi deydi. Xo'sh. Ruslar onun için Kazakistan arkalık yollasak Türkistan bile kirse deb. Xitoyninki O'rta Osiyo, yani mayli shu Kazakistan bo'lsin, mayli O'zbekiston va Turkmaniston bo'lsin, bulardan gaz ilyotdi. Bu G'arb shimol rayonga yetadigan gaz ve tabiiy gaz neft bor hamda. Xo'sh. Buning bo'lmaydi, bu 3-chi. Bununla 10 neçə yıl bo'lib ketdi. Putin her zaman Xitoyga yalvardı, shuni qilversak deb. Xitoy buni unmadi. Maqatimma Xitoy unmadi. Demek ki bularning deyotgan munosabatlar manda yüksek pallaga chiqdi, manchilik kelishimga imzo qildik. Aldığımız mundaq Rusyan ko'rinib turdi degan gaplar hammasi da bir savol belgisi bor hamda. Shu. Çünkü Rus hozir qiyin ahvolda. Mal pul topmoqchi Xitoydan. To'g'ri. Ama Xitoy onunki deymiz, cheki yo'q. Do'sti da hamda manda deganda. Ama o do'stligini qilib bermayotdi. Shunga maqatim diqqat qilgan bo'lsak, Putin kelganda bek kulib kelmagan, ketganda bek kulib ketmadi hamda. Yalnız Xitoyning matbuotda buni bek jiq yezib ketdi. Manda anda isil, manchilik yillik munosabati do'sti debchi. Bu Yevropaning matbuotlar qaraydigan bo'lsakmi, hamda Xitoy Ruslar texmi yaqin bo'lib ketib, undan keyin Yevropaga texmi qiyin kunlar bo'ladi deb bu davotida tanqid qilib. Aslida unchalik emas. Hozir shu jangning uzayib ketishi, Rusning bir qiyinchilik ahvolining borligi mishadi. Aslida bu da shu yipiqlik sharoitda Ukrayna urushini to'xtatish yoki
ok etishini to'xtatish eng azdichi, jan to'xtamasma. Xo'sh. Ok etishini to'xtatib, ondan keyin so'zlashib, muzokara qilib, Xitoy bu ishga aralashib qilamu deydigan bir farazlar bordi. Ama bu mu ko'rinmadi? Demek ki Xitoy shu Rossiya, shu Ukrainalar urushi bu Yevropaliklarni qiynab yursin. Ondan keyin manga bunday muvafiq muhit ama o jeopolitik muhit mi yarattı? Amerika'nın Trump'la şu hazır muhabbetim ziyaret gelgendek onun peşine kaymaktır. Ondan kim Amerika bile daha bir şey okumsam şununla bütün şu imkanlar manga yaraydı ki deydiğim bir stratejine yürgüz ortamda köylünden de ziyaretler. Hoş.